Ana bundoq edib yuribdi, mana bundoq edib yuribdi, mana. Bu mana hojona bu realni haqiqiy yurishi shunaqa edi. Ha, ana shunday. Yuring men tomonga. Sudrali, mana shundoq yuribdim, mana shunday. Bu ayolasi Buxorodan kelgan hojonamiz 54-yil tizza bo'g'imi osteoartrozi kasalligi ikkinchi bosqichi bilan diagnoz qo'yganmiz. Mana olib keling-da, mana ikkinchi bosqich. 54-yil ayolga bu juda ham zo'r natija. Mana ikkinchi bosqich o'ng tizza bo'g'imida, birinchi, ikkinchi bosqich chap tizza bo'g'imida. Endi bunga qo'shimcha ravishda tizza bo'g'imining orasida jicha shamollagan suyuqlik paydo bo'lib qolyapti. Chapida 3,5 aka, o'ngida 5 ml. Hojona, Buxorodan bizga keldingiz-ku. Shunaqa shijoat bilan keldingiz-a hojona. Bu qanaqa turtki bo'ldi biz oldinda kelishga? Shu davolanish uchun sizni ko'rdim-da. Ha, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdingiz-a? Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim. Yangi yildan oldindan ko'rdim. Yangi yildan oldin. Ko'rib, tomosha qilib, ro'za o'tsin, keyin kelaman dedim. Keyin kundan-kun og'irlashib boraverdi. Kuchayib bordi. So'ng xo'jayinim, bovam aytdilar, "Bor, davolanib kel" deb uzatdilar. Yigitingiz aytdimi xo'jayiningiz? Ha, yigitim. So'ng siz rahmat aytdingiz, tog'aga rahmat dedingiz, sizlar yaxshi qarabdi dedingiz. Oldin kelamda yurishimni aytib beraymi? Yurishingiz ko'rinchi, qani yurishingiz ko'rinchi hojona. Mana bundoq edib yuribdi, mana bundoq edib yuribdi, mana. Bu mana hojona bu realni haqiqiy yurishi shunaqa edi. Ha, ana shunday. Yuring men tomonga. Sudrali, mana shundoq yuribdim, mana shunday. Bu oyog'im hasodakda. Asosan ko'tarib oldim. O'ng oyog'ingizda, o'ng oyog'ingiz dedi. Bu oyog'im, ana buni ko'tarib oldim. Endi bu tomon yuringchi hojona mana. To'g'ri yuravering endi mana. Ana endi hozir ana 3 kunda yaxshi bo'ldim. Mana hojonamizda o'zgarishlarimiz biz o'ylagandan yaxshi natijaga kelavering hojona mana. Yurib keling. Mana. Men qarang hojona, menga o'xshab bitta sakrab qo'yinchi qani? Mana. Yosh qizlarga o'xshab sakrayapsiz, mana ko'ryapsiz. Og'riq yo'q-a hojona? Shuni tushunishimiz kerak, o'tirib oling hojona. Hojonamizda bo'layotgan holatlarimiz mana bizga kelgandagi holatlarimizda haqiqiy oqsalanish kuchli edi. Oqsalanish kuchli edi. O'zingizda ishtiyoq baland bo'ldi. Dostonni oldiga boraman deb. Nimaga bizni yoqtirib qoldingiz bizni klinikani? Nima sababdan? Shu ana bular tekshirib aytishingizni. Ana shular ishondim, qiziqdim. Ha, mana. Ana shular, ana to'shini ko'rsatasizda. Albatta, bemorlarga tushuntirayotganimizda mana shu bemorlarga aniq tushuntirish ma'qul keldi. Mana o'zga ham haqiqatda kelganingizda birinchi kun aytganman sizga. Diagnozingizni qo'yganman. Hoji tog'a yaxshi qarabdi deb aytganman sizda bo'lsa, to'g'rimi? Juda ham yaxshi. Endi mana Zarkin shifoxonasida davolanyapti hojonamiz. Osteoartroz kasalligi ikkinchi bosqich 54-yil ayolga, ya'ni Buxorolik xolaga zo'r, juda ham yaxshi. Hojona, Buxoro xalqiga kelinglar, sizlar ham davolaninglar. Yaxshi ekan nima Dastonjoning klinikasi. Ana men yaxshiman. Xudojonim sizlar bu yurakdan gapiryapsizmi? Ha, yurakdan gapirib o'tirman bachcha. Siz ham Yo'q, hojani qarang. Siz ham xuddi shuna videoni ko'rib kelgansiz-ku. Mana haqiqiy bo'lyapti, mana. Panogramma bas mana. Haqiqiy, kutilmagan holatda hozir kechki soat mana hozir bu videoni 10:25 da olyapmiz ekan. Mana hozir 10dan 25 minut o'tdi kech payt. Shu olyapmiz ekan demoqchiman-da. Jamiki, sizni og'riqlari bo'layotgan bemorlarga bizni tavsiya qilasizmi hojona? Albatta. O'zi kelaman deb o'tirganlar bor, mana telefonda gaplashib. Mahalla ko'y Buxorodan, qishlog'imizdan kelaman deb o'tirganlar, rayonimizdan. Siz borib keling, keyin bizlar boramiz deb aytib o'tiribdilar-da. Yaxshi, bizning muolajalarimiz yoqdimi? Yoqdi. Hojonamizga dori-darmonlarni yaxshi tanladik. Revmatolog tomonlama muammo bor edi, revmatologga tavsiya qildik. U ham lichillar oldi. Ilhomjoning yonidan ham bordim. Fizlichillar oldi, kislorodlarni oldingiz hojona mana. Hammasi mujassam bo'lgan holatdagi qilingan muolajalarda bu mas'uli bo'lyapti ekan hojona. Xudo xolasa bir hafta davolandingiz mana. Bir hafta, 7 kun bo'ldi. Yana 3 kun oldinda harakatlarimiz bor hojona. Endi xudo xolasa chiqib ketganingizda bir o'ngga tushamiz endi siz bilan. Buxorocha. Qani yurinchi bitta Buxoro. Mana zo'r o'zgarishlar. Yugurib yuravering mana. Chopqilab. Bu tomonga yuring mana. Juda ham yaxshi hojona. Mana juda ham a'lo darajada. Harakatlaringiz zo'r. Mana o'tiring. Hech ham 72 ga kirgan ayol deyishmaydi sizga. Hojona, kasbiy faoliyatingiz kim bo'lgan sizga? Uborchisi. Zo'r. Maktabda ishlaganman. Xalqni sog'lig'ini, ya'ni xalqni ozodaligini tiklaydigan sohada ishlagan ekansiz. Zo'r sohada ishlagan ekansiz. Ilohim, sog' bo'ling. Maktabda ishlaganman, maktabda ishlagansiz. O'sha qaysi maktabda ishlagansiz? 25-maktabda. 25. Siz o'sha 25-maktab o'qituvchilari, sizni kollegiyangiz ko'rib turib, bir xudo xolasa layklar bosib qo'yishadi sizga. Nasib. Salomat bo'ling. Hech ham kasal bo'lmang. Ilohim. Yaxshilik kunlarda, xursandchiliklarda ko'rishaylik. Ilohim.